Namanganda to'y. To'yda Namangan. Boy, sen ozg'inmashma, nima qilyapsan? Dildor birinchilardan shotdi. Punktualliman-de. Krashbek shotda. Montajga noroziman. Chotki chiqqan. Seni deb. Yor barchasidan kechaman. Uni buni qo'yinglar. Xullas kalom biza Namanganga to'yga yo'l oldik. Montajga endi men noroziman. Men roziman. Dildor hammadan baxtli. Chunki meni telefonim endi o'chib qolmaydi. Breketli boyvachchalar. Xavotiringiz qilmanglar. Tez kunda Hamidni ham o'z jamoamizga qo'shib olamiz. O'zingcha baxtlisan-da endi. Endi bizada ovqat time. Moro bo'lsin. Menimcha eng komfortni ketgan men bo'lsam kerak-ku. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya, hech narsa qilmaydiya, yasha va cha-cha. Dildor remonti boshladi. Shpaklovka time. Dildor tayyor. O'zi make-up nimaligini bilmayman. Ensa qotirganiga o'lib qolaman. Va nihoyat to'yxonaga yetib keldik. Kirishimiz bilan Kelinimiz muloyim, istarali kuloyim. menga ham nasib qilsin deb ularga baxt tiladim. Eslab qol dedim. Allah razı bo'lsin. Hamid safarga ketib qo'shiqni so'zlarini esdan chiqarib yubordi. Va nihoyat ona uyimizga dam o'y. Kim ahamiyat berdi? Bu yerda kim ovoz yetishmayapti? Anvar akani ko'rvoslarmi, sizlar aqlli deb o'ylagan bolalar qanaqa? Dadosh. Hov, Dadosh. onasi nima qilyapsan? Yig'laganim yo'q. Estafetani Hamidga topshirgan holda eson-omon uyimizga ham kelib oldik. Bema'ni videomizni ko'rganinglar uchun hammanglarga rahmat. O'zing bema'ni. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.